Mənmo 30 tağ nerisidən bugunga keldim. Gerçi cho'ng o'tolmasammo, azdir ko'pdir cho'ng bo'ldim. Manga sunilgan chayning ko'nglimni elish uchunmi va yoki sirimni echish uchun tanglandimi, farq etalaydigan kim bilan yondashib mengib, qaysi qatorda turishni, qaysi o'rinda o'ltirishni boshqalar bildirishdan burun o'zim biladigan bo'ldim. Kimning ko'nglida qanchalik o'rnim bor, his qila oladigan bo'ldim. Haq chağan dab qo'sloynimay, ravab bilan tankash qilishni o'rgandim. Sening ras deb qo'ysa, uchib ketmaydigan. Sening yolg'on deb qo'ysa, talashmaydigan. Shaxsiy turmushim, tirikchilik ko'cham bilan, munosabatsiz odamlar bilan ilojimning boricha bodikeldi qilmaydigan. Qimmatim taroziga zodi qanchalik dirg'i to'xtaydi, oldin chimlab bo'ladigan bo'ldim. Shunga qo'ldan kessa qo'lga tushsa vah deb ketmaydigan bo'ldim. Yandagi yaqinimdan yanchqim bilan tiniqimga bakroq shindigan bo'ldim. Gapning qisqasi, men eng ahamiyatli yashashning nima ekanligini tunib yetdim.